Assalomu alaykum. Bugun 6-chislo soat 10:18. Kechki ishdan keyin kechasi xalturaga chiqqanman. 7 soat ishlab. Undan keyin obratno uyga. Uydan keyin yana ovqat yeb, saharlik qilib dokument olishga ketyapman. Nasib ekan bir 10 soat ochratga tursam kerak. Undan keyin nasib qilgan bo'lsa Xitoydan kelgan yuklarimni borib olishim kerak. Agar kimda kim ma'qullasa agar Xitoydan yuk olishdi, yozsin kommentariyaga. Любой so'z. Men Telegram gruppamga qo'shaman, bepul o'rgataman. Bir xillarga o'xshab direktizga yubordik, lichkangizga yubordik deb yolg'onni gapirib gruppaga qo'shib olgandan keyin palon pul berasan demayman. Bepul deyman, bepul. Agar yo'qsa не только boshqalar biladigan Taobao, Pinduoduo ular eskirdi-da уже. Xitoyda o'zini odamlari ishlatadigan, Kitaylar ishlatadigan programmalarni ham bilaman, xudoga shukr. Uni har kim ham bilavermay, bilsam birovga aytavermaydi. Nonini yarim taqigisi kelmaydi. Men aytaman ishni. Shunaqa programmalari bor. Только brend sotadi, только arzon narsa sotadi, только bunaqa narsalar sotadi. Bunaqa programmalar rosa ko'p. Ma'qul bo'lgan bo'lsa yozinglar kommentariyaga.